Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana sizlar bilan Sabr TV. Marhamat qilib videoni tomosha qilinglar. Bugun 1-iyun, kechqurun faqat vaqt bo'ldi video qilgani. Bolalar ishlarini to'xtatdi hozir va polni strapillarni qo'yib bo'ldi. 30-may kuni video talabim 3 ratmi 4 rat terilgan edi u payti. Hozir ishlarini ham olib ko'rsataman. Mana shunday. Mana shunday suvoy qo'yilgan. Suvoy, stoyka, straytlar o'zi o'yam tushunib oladi. Mana hammasi nomerlari. Mana aytib o'tganday nomerlari mana g'aylarni. Shunday bo'ladi. Har 2 kunda video qilamiz. Qancha ish bo'lishlarini ko'rsatib o'tib ketaveraman. Xo'p, yeni 820 chiqdi, jama o'lchadik. Yeni 820. Uzuni 11.50 mi? 11.30 mi shunday chiqdi. Mana shu keyin уже перегородка qilib bo'linadi. Mana kanalizatsiya kuxonni. Ana yerda kanalizatsiya yana dushovoy kabinalar bo'ladi. Bundan yoqqa перегородкасы boshlanadi. Mana shunday qilib turib tayladi. Холодный крыша, утеплит bo'lmaydi. Mana shundayin o'rtacha uy stroyka qilyaptilar. Xira bo'lib qoladi arada telefonlar. O'kingi videoda aytib o'tdim. Bu video 3-qismi. Mana shu balkon bo'ladi ekan. Aytib to'g'ri aytgan ekanman. Shunday balkoncha bo'ladi. Bu yerdan asosiy video qilib beramiz. Yigirma 28-may kuni polni material kelgan edi, video qilganman, 1-qismi edi. 30-may kuni video qildim. Yarimiga kelib bruslar polni yarim terilgan edi. Bugun 1-iyun. Ana shunday qilib strapillarni polni kranman ko'tarib qo'ydi. Liniya olib to'g'rilab, orasida 85 santimetrdan bo'ldi. 14 dana strapil. Üstü miyah krol bo'ladi ekan deb aytayapti. Men prosta video qilganim, men ishim boshqa taraf, boshqa ish bilan shug'ullanaman. Chunki video qilib, videomiz yerishib turish uchun video qilib, kimga interesdan bo'lsa, tomosha qilaversin bemalol. Mana shunday qilib stroykalarni olib boraveraylik. Prosta YouTube kanalimiz to'xtalib qolmasin degan maqsadda. Mana shunday qilib video qo'yaveraylik. Пока agret to'g'risida 1-2 kundan keyin agretni chiqaramiz. Bu yoqda ham badrinlar уже tayyor bo'lib qoldi, pomidorlar. Mana shunday bo'layapti. Uyning orqa tarafini ham video qilayin. Mana shunday 2 ta окошка bor, balkon. Videoni oxiriga qadar ko'rib, like bosingizlar. Kanalimizni podдержкасы uchun videoni kuzatib boraveringizlar. 2 kunda video inshaalloh chiqaveradi. Mana ustini jabishlarini mayda-mayda ko'rsatib taylab ketaveramiz videolarda. Hammaga omad.